Assalomu alaykum. Sizlar bilan xirurg Shirinov bilaman. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz, mana ko'pchilik aytadi, gemoroy kestirdim, qaytib paydo bo'ldi deydi. Necha marta kestirdim deb davralarda ko'cha-ko'yda eshitib qolasiz. Shu nima uchun qaytalanadi deganda biz ko'rib, nima qilib tajribamizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu aslida gemoroy kasalligi emas, parapraktit kasalligi qaytalanadi. Gemoroy ham qaytalanishi mumkin, u alohida tema, uni keyinchalik aytib beramiz. Eng ko'p qaytalanadigan bu parapraktit degan kasallik bor. Anal kanalining atrofida yiringli yallig'lanish paydo bo'lishi bilan kechadigan kasallikka biz parapraktit deb aytganmiz. Bunda nima bo'ladi? Og'riq bo'ladi, yiring paydo bo'ladi. Yiring o'zi yorilib chiqsa, doimiy ravishda orqa teshik atrofidan yiring oqadigan bo'lib qolishi mumkin. Yoki doktorga borsangiz, doktor kesib, yiringni chiqarib sizga yordam ko'rsatadi. O'shandan keyin yarangiz bitmasa, bu ham oqmaga o'tishi mumkin. Ya'ni o'tkir parapraktit deydi yoki surunkali parapraktit deydi. Xullas, shu parapraktit degani anal teshik atrofida paydo bo'ladigan yiringli xaltachalar bilan kechuvchi kasallik. Ana shu parapraktitgina qaytalanishi mumkin. Lekin bu gemoroy emas. Videoni boshida aytganimizdek, xullas parapraktit belgilarini aytib o'tdik. Shishgan paytga, yiring qilgan paytga, ya'ni madda qilgan paytga og'riq, kuchli tana haroratining oshishi, orqa teshik atrofidan qizarib ketishi, lok-lok qilib kuchli og'rish, hojatga borganda og'riq kuchayishi. Surunkali davrda o'tganda esa doimiy ravishda anal teshigining atrofidan bitta yoki ikkita joydan, ayrim payt ko'proq joydan ham teshikcha paydo bo'lish, teshikchadan oqmadan yiring oqib turishi bilan xarakterlanadigan kasallikni biz parapraktit dedik. Aynan ana shu parapraktitni kasalligining nima uchun qaytalanishini, operatsiya qildirgandan keyin ham nima uchun qaytalanishini men sizga hozir tushuntirib bermoqchiman. Parapraktit bo'lishining sababi anal teshigining ichida, to'richakni ichida, devorida maxsus bezlar bo'ladi. Ana shu bezlar yiringli yallig'lanish natijasida ichak teshilishi hamda ana shu teshikdan ichak atrof to'qimasiga yiringli yallig'lanish paydo bo'lib, kasallik rivojlanishi hisoblanadi. Aynan ana shu teshik kasallikni boshlab beradi hamda kasallikni davom etishini ta'minlab turadi. Shu teshik bartaraf qilinmas ekan, parapraktit kasalligi qaytalanadi. Xoh operatsiya qiling, xoh operatsiya qilmang. Shu teshikni nima qilib bo'lsa ham bartaraf qilingan bo'lsa, kasallikdan qutulish mumkin. Buni sxematik tarzda mana bunday ko'rsatishimiz mumkin. Mana e'tibor bersangiz, mana bu axlat tushib ketishi kerak bo'lgan joy. Qarang, mana bu o'ng tarafdami, chap tarafdami farqi yo'q. Qayerda bo'lsa ham anal teshigining ichida teshik bo'ladi. Mana bu yerda teshik bor. Teshikdan bu yoqqa madda o'tib, madda yiringlaydi mana bu yerda. Yiringlaydi. Yoki bu yoqda yoki ichkarida. Xullas qayerdadir anal teshigining atrofida yiringlaydi. Endi siz xirurgga borasiz. Xirurg sizga birinchi yordam ko'rsatadi. Mana bu yerdan kesib, mana kesib bu yerdan yiringni tashqari chiqarib beradi. Siz shu bilan kasallikdan qutulib ketasiz. Kasallikdan qutulib ketasiz. Lekin bor. Kasallikdan qutulish degani bu vaqtinchalik. Chunki mana bu yerdagi teshikni bartaraf qilgani yo'q xirurg. Mana bu teshik qolib ketyapti. Shu uchun 6 oydan keyin, 1 oydan keyin yoki 1 yildan keyin yoki 5 yildan keyin mana bu yerdan yana qaytib axlat kirib qoladi. Yana qaytib to'da bo'lib, bu yoqqa yiring nima bo'ladi? Kasallik qaytalandi. Xullas, ana shu narsa bartaraf qilinmas ekan, kasallik qaytalanaveradi. 10 marta, 11 martalab kestirdim, bo'lmas ekan, bu kestirmagan ham ma'qul ekan degan gaplarni eshitasiz. Ana shu ichkaridagi teshikni bartaraf qilmasangiz, kasallik qaytalanadi. Endi bu narsani bartaraf qilish uchun mutaxassis proktologga borsangiz, uchrashsangiz, buni narkoz ostida o'zini maxsus yo'llari bilan shu teshikni topib, har xil usullar bor. Otlashash mumkin, yamash mumkin, boshqa qilish mumkin, lazer bilan kuydirish degan narsalari bor. Hozir yangi chiqqanlari.
Plus nima qilib bersa ham xirurg sizga, ya'ni proktolog xirurg shu narsani yo'qotib bersa, ana unda siz butunlay kasallikdan qutulib ketasiz. Tamom. Parapraktik degan narsa sizni qayta bezovta qilmaydi. Yana bir marta eslatib o'tmoqchimiz, bu qaytalanadigan kasallik, bu ko'pincha paraktitga xos, parapraktit. Gemoroy kasalligi ham qaytalanishi mumkin, u boshqacharoq. Men operatsiyadan keyingi holatda aytyapman. Operatsiyadan keyin siz borib kestirganingizdan keyin, narkoz olib operatsiya qilganingizdan keyin ham qaytalanishi, bu ko'pincha parapraktikka xos. Mana teshigi yo'qoldi, siz yaxshi bo'lib ketdingiz уже. Gemoroyda boshqacharoq bo'ladi. Gemoroyda operatsiya qildirsangiz ham operatsiyaning turiga qarab qaytalanishi mumkin. Mana shu holatlarga biz parapraktik kasalligini nima uchun qaytalanishini aytib o'tib ketdik.